Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega kasalliklar kechqurun avj oladi? Kunduzi yengil tuyulgan holat kech kirishi bilan yomonlashadi. Nega bolalarda isitma ko'tariladi? Kechqurun yotganda yo'tal zo'rayadi. Allergik holatlar kuchayadi. Nafas, yurak siqilishni boshlaydi. Bu holat nega ekan? Ko'pchilik buni kasallik avj oldi deb o'ylaydi, lekin har doim ham bunday emas. Bu videoda siz kasallik belgilari nega kechqurun kuchayishini, shu paytda organizmda nimalar sodir bo'lishini va qaysi holatlarda bu fiziologik holat, qaysi holatlarda esa yomon signal ekanligini bilib olishingiz mumkin. Video oxirida esa sizga bu holatda nima qilish kerakligini aytib o'tamiz. Agar bizni obuna bo'lmay tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmasini bosib qo'ying. Bizdan uzoqlashmang. Mana shu yerda sizning mahsulotingizning reklamasi bo'lishi mumkin edi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, kechqurun nega kasalliklar yuqori avj olishini va kunduzi yaxshi bo'lishimizni aytib o'tdik. Keling, buni sabablarini ko'rib chiqamiz. Buning 5 ta sababi bor. Har bir sababini sizga tushuntirib, tahlil qilib beramiz. Qani boshladik. Birinchi, kortizol miqdorining kamayishi. Organizmda kortizol degan gormon ishlab chiqariladi. Uni odatda stress gormoni deb atashadi. Ammo uning vazifasi bundan ancha keng. Kortizol yallig'lanish jarayonlarini cheklashda, immun javobini tartibga solishda va ba'zi og'riq signallarining kuchini pasaytirishda ishtirok etadi. Sog'lom odamda kortizol miqdori sutka davomida bir xil bo'lmaydi. U odatda ertalab yuqoriroq, kechqurun va tungi vaqtda esa pastroq bo'ladi. Aynan shu sababli kechasi yallig'lanish bilan bog'liq simptomlar, masalan, bo'g'im og'rig'i, tomoq og'rig'i, nafas yo'llaridagi bezovtalik yoki umumiy noqulaylik yanada sezilarli bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, kunduzi yallig'lanishni bosib turadigan gormonal nazorat kuchliroq bo'ladi. Kechasi esa bu nazorat susayishni boshlaydi. Shuning uchun ham har qanday kasallik kechqurun avj oladi. Ikkinchi sabab immun tizimining aktivlashishi. Uxlash paytida organizm butunlay o'chib qolmaydi. Aksincha, tunda ko'plab tiklanish va nazorat jarayonlari faollashadi. Immun tizim ham shular qatoriga kiradi. Infeksiyaga qarshi kurash paytida organizm sitokinlar deb ataladigan signal molekulalarini ishlab chiqaradi. Ular immun hujayralari qayerda muammo borligini aytadi, yallig'lanish jarayonini boshqaradi va infeksiyaga qarshi javobni kuchaytiradi. Ammo aynan shu moddalar charchoq, uvishish, badan og'rig'i, holsizlik va isitma kabi belgilarga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun kechasi isitmaning ko'tarilishi yoki badandagi og'riqlarning kuchayishi ba'zan organizmning infeksiya bilan faol kurashayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa bolalarda tana harorati kechqurun ko'tarilishi tez-tez uchraydi. Bu har doim ham xavfli degani emas. Lekin buni yengil ham qabul qilmaslik kerak. Asosiysi umumiy ahvolni baholashdir. Ya'ni gap faqat isitmada emas, balki bola yoki katta odamning umumiy holatida. Nafas olishi qanday? Hushi joyidami? Suv icha olyaptimi? Juda bo'shashib qolmaganmi? Mana shular muhimdir. Agar siz qaysi isitma foydali, qaysi isitma zararli va isitmaning turlari haqida bilishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda sizga buni yoritib beramiz. Endi esa 3-sababi. Yotgan holatda simptomlar kuchayadi. Ko'plab simptomlar aynan yotganda zo'rayadi. Buning sababi oddiy. Tana holati o'zgardi, fiziologiya ham o'zgaradi. Masalan, yo'tal kechasi kuchayishi mumkin. Chunki yotganda burun va halqumdagi shilliq moddalar orqa tomonga oqib, tomoqni qitiqlaydi. Bu postnazal tomchi deb ataladigan holat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, yotgan holatda oshqozon kislotasi qizilo'ngachga qaytib chiqishi osonlashadi. Bu esa reflyuksni kuchaytirib, tomoqda achishish, yo'tal yoki ko'krakda noqulaylik paydo qilishi mumkin. Nafas yo'llari kasalliklarida ham yotgan holat ahvolni og'irlashtirishi mumkin. Chunki o'pkada qon taqsimoti, diafragma harakati va havo aylanishi o'zgaradi. Shu sabab astma, bronxit, yurak yetishmovchiligi yoki yuqori nafas yo'llarida shish bor odamlarda tungi nafas qisish yoki yo'tal xuruji ko'proq uchraydi.
Bolalarda esa bu ta'sir yanada sezilarli bo'lishi mumkin, chunki ularning nafas yo'llari torroq bo'ladi, shilla qavati tezroq ishadi. 4-sabab sirkat ritmi va yallig'lanish mediatorlari. Ko'pchiligimiz bu narsalarga e'tibor qilmasligimiz mumkin, lekin har birimizning organizmimizdagi jarayonlar biologik soatga bo'ysunadi. Bular gormonlar, tana harorati, qon bosimi, immun faollik, hatto og'riqni qabul qilish darajasi ham sutkalik ritm bo'yicha o'zgarib turadi. Kechasi ayrim yallig'lanish mediatorlari faolroq bo'lishi mumkin. Natijada allergik rinit, astma, terining qichishishi, tomoq bezovtaligi yoki ayrim surunkali yallig'lanish kasalliklari tungi vaqtda kuchayib ketadi. Masalan, allergiyasi bor odamlarda burun bitishi va aksirish kechasi kuchayishi mumkin. Astmada esa bronxlar torayishiga moyillik tungi vaqtda ortadi. Shuning uchun ba'zi bemorlar kunduzi yaxshi edim, ammo tunda nafasim qisilib ketdi deb aytib qolishadi. Bu ko'pincha tasodif emas, balki sirkat fiziologiyaning natijasidir. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi videolarimizda sirkat ritmining bizning tanamizda uning o'rni qanchalik muhim ekanligini, uni buzish qanday kasalliklarga sabab bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Endi esa oxirgi 5-sababni ko'rib chiqamiz. Bu og'riqni qabul qilish va asab tizimining reaksiyasidir. Og'riq faqat tanada emas, balki miyamizda ham shakllanadi. Kunduzi barchamizning diqqatimiz ishda, harakatda, telefonda bo'lganligi uchun ayrim simptomlar sezilmaydi. Kechasi esa tashqi chalg'ituvchi omillar kamayadi. Atrof jimjit bo'ladi. Inson yolg'iz qoladi. Diqqat ichki hissiyotlarga ko'proq qaratiladi. Natijada og'riq, sanchiq, yurak urishini his qilish, havo yetmayotgandek tuyulish yoki noaniq xavotirlar yanada kuchli seziladi. Bu yerda psixologiya ham katta rol o'ynaydi. Tungi vaqtda odamda nazorat hissi pasayadi. Agar ahvolim yomonlashsa-chi, shifokorga yetib bora olmasam-chi, bolaga nimadir bo'lsa-chi degan xavotirlar simpatik asab tizimini faollashtirishi mumkin. Bu esa yurak urishini tezlashtiradi, nafasni yuzakilashtirib, mushaklarni taranglashtiradi va simptomlarni yanada kuchaytirib ko'rsatadi. Amalda esa ko'pincha bu ikki omil bir vaqtning o'zida ishlaydi. Xo'sh, bunday holatda nima qilish kerak degan savol tabiiydir. Eng avvalo tushkunlikka tushmaslik kerak. Simptomlar aynan mana shu tushkunlikka tushgan vaqtda zo'rayib boshlaydi. Holatni bosqichma-bosqich baholash kerak bo'ladi. Agar bemorda shifokor tavsiya qilgan davolash rejasi bo'lsa, uni to'g'ri vaqtda davom ettirish kerak. Masalan, isitma tushiruvchi, allergiyaga qarshi dori, ingalyator yoki boshqa vositalar aynan belgilangan tartibda qabul qilinishi kerak. Yo'tal yoki burun bitishida boshni biroz baland qilib yotish foyda berishi mumkin. Xona haroratini me'yorda saqlash, yetarli suyuqlikni ichish, ortiqcha qo'rquvni kamaytirish ham ahamiyatga egadir. Lekin shunday holatlar borki, buni tungi kuchayish deb bo'lmaydi. Bu quyidagi holatlardir. Agar shunday holat sizda bor bo'lsa, tez tibbiy yordam yoki o'z vrachingiz bilan aloqaga chiqing. Nafas olish qiyinlashsa, ko'krakda kuchli og'riq bo'lsa, odam hushi xiralashsa yoki hushini yo'qotsa, bolada yuqori isitma fonida tutqanoq, ya'ni epilepsiya, kuchli holsizlik yoki kuchli suvsizlanish belgilari kuzatilsa, lablar ko'karsa, to'xtamaydigan qusish, kuchli allergik shish bor bo'lsa, tez tibbiy yordamga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Azizlar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kasallik belgilari kechqurun qo'zg'ashi bu juda ko'p uchraydigan holatdir. Bu ko'pincha organizmning biologik soati, kortizolning pasayishi, immun tizimining faollashi bilan, yotgan holat ta'siri, asab sistemasining og'riqni qabul qilish bilan bog'liq jarayondir. Shuning uchun sizdagi simptomlar bilan siz vahimaga tushmasdan, uni to'g'ri baholab, vaziyatni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l esa shifokor nazoratida turishdir. Videomiz yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.